Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Super Daromad kanali va bugungi videoligimizda ajoyib bitta bot orqali sarmoyasiz pul ishlashga ko'rib chiqamiz. Albatta ko'rsatmoqchi bo'lgan botimiz sizga albatta shu videoning opsiyasida bo'ladi va Telegram kanalim ham bor. Telegram kanalimda yangi chiqqan o'yinlar, to'ladagi botlar, to'ladagi saytlardan pul chiqarsam men Telegram kanalimga cheklarni tashlab boraman. Ya'ni qaysi sayt, qaysi bot to'lada ekanligini bilib olib, bemalol sizlar ham sarmoyali va sarmoyasiz pul ishlashga mumkin bo'ladi va men Telegram kanalimda ham konkurslar qilib bormoqdaman va kerakli ma'lumotlar, saytlar haqida, botlar haqida ma'lumotlar berib boraman Telegram kanalimda va chat ham bor. Albatta savollar bo'lsa o'sha chatga yozib yoki qandaydir boshqacharoq bir o'yinlar kerak bo'lsa o'sha chatda ham boshqa odamlardan topib olishlar mumkin bo'ladi. Albatta Telegram kanalining ham silkasi albatta shu videoning opsiyasida bo'ladi. Endi bizning har bitta videolarimizda o'tkazilgan 50 rubllik konkursimiz bor. Ya'ni konkursimizning sharti shu videoga bitta like bosgan bo'lishi kerak, kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishi kerak va kommentariya yozishi kerak. Endi biz bu yerdan oxirgi videomizda havolasini nusxalab olib, randomli saytga o'tib olamiz. Va do'stlar, endi biz randomli saytga ham o'tib oldik. Endi bu yerga biz videomizda havolasini qo'yib olamiz. Qo'yib olgach, fetch tugmasini bosib continue'ni bossak, ko'rsanki 17 ta odamning kommentariya kelganiga endi bu yerdan pika winner tugmasini bossak, shu givi degan 2025 degan obunachimiz g'olib bo'ldi. Agarda shu obunachimiz shu video rolikni ko'rayotgan bo'lsa, bizga Telegram orqali aloqaga chiqing va pullaringizni 100% olishingiz mumkin bo'ladi. Mening Telegram nichkamni Telegram kanalining profilidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi men hozir botga o'tib olaman. Va mana do'stlar, men botga ham o'tib oldim va bu botimizning nomi Magli Fish Hunt deb nomlanadi. Albatta botimiz silkasi albatta shu videoning aytib o'tganimdek opsiyasida bo'ladi. Endi albatta botga kirishlar bilan shunday o'yin ochiladi va bu yerdan sizlar start tugmasini bosib, bu yerda upgrade bor, o'shani bosasizlar. Ya'ni botning asosiy biz pul ishlash oynasiga kirib olamiz. Ko'rsan kun albatta sizlarga boshida nickname yarat deb pastda chiqib keladi. O'sha nickname yozasizlar, lekin o'sha nicknamelarni esinglarda saqlanglar. Negaki o'sha nicknamelar orqali akkauntinglardan o'zi chiqib ketib qoladi. O'sha nicknamelarni yozib nachat raz blokiruет deganida bitta knopka bo'ladi. O'shani bosasizlar, keyin botdan chiqib ketib yana qayta kirsanglar, o'zi botga kirib turgan bo'ladi. Keyin do'stlar, ko'rsan kun botimiz ko'rinishi xuddi shunday bo'ladi. Endi bizning pastda 5 ta bo'limimiz bor. O'sha bo'limlarni tanishtirib chiqaman. Bu yerda ko'rsan kun, bu yerda mana referalli dasturi ham bor. Referalga o'tasizlar va bu yerda mana referalli cheklarni olib, bu yerda mana do'stlarga tarqatib qo'yib, yana o'sha do'stlarning ishlaganlaridan ham yana qo'shimcha daromad olish mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda yana zadaniya bo'limi bor. Zadaniyaga o'tsanglar, sizlar yana bu yerda har xil o'zining Telegram kanallariga podpisatsiya bo'lganingiz uchun yana boshqa nimalar qilganligi uchun o'zi yana bonus monetalar beradi, 100 ta 200 ta o'shanaqa. Keyin bu yerda do'stlar wallet bo'lim bor, ya'ni pul chiqarish bo'limi. Bu yerda ko'rishim mumkin, Payga va Yumanniga pul chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Keyin oxirgisi bu mana bu yerda mana oxirgi bu so'roq belgisi qo'yibdi. Bu esa bu yerda yana qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni qancha referal chaqirsak yana qanchadir bonuslar beradi. Bu yerda mana Telegram chat ham bor. Bemalol Telegram chatida ham yozishlar mumkin bo'ladi. Endi do'stlar, bu yerda yana home bo'limiga o'tamiz va bu yerda yana tepada yana bo'limlar bor. Bu yerda mana bonus bo'lim bor. Bonus bo'lim orqali biz bu yerda mana den birinchi kunda biz 10 moneta olishimiz mumkin bo'lar ekan, ikkinchi kunda esa 20 moneta olishimiz mumkin bo'lar ekan do'stlar. Reklama ko'rsatuvga biz moneta olishimiz mumkin bo'ladi. Ustiga bosib dena degan ustiga bosib, keyin bu yerda top 10 degani bor. O'shani ustiga bossak, biz bu yerda kim ko'proq referal chaqirganlarni va yana boshqalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bu yerda mana ko'rishim mumkin referal chaqirganlar. Mana bu yerda mana birinchi qatorda aytib o'tgandek o'sha eng kuchli ko'proq referal chaqirgan 10 ta odamlar, keyin bu yerda yana 10 ta odamlar, ya'ni kim ko'proq reklama ko'rgan odamlarni ko'rsatib qo'yadi. Bu botda reklama ko'rib ham biz pul ishlashimiz o'sha reklama ko'rish evaziga biz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi baliq tutib. Endi bu yerda mana baliqning belgisi bor, bu yerdan ko'rish mumkin. O'shani ustiga bosasizlar va bu yerdan восстановить bosasizlar va sizlarga bitta reklama ketadi shunaqa.
ko'rish mumkin. Bu yerda mana X o'shani ustiga bosib, yopishtir bosib, hozir reklamani oxirigacha ko'rib olish men videoni qayta davom ettiraman. Do'stlar, albatta reklamalarni biz oxirigacha ko'rishimiz kerak bo'lar ekan. Ko'rish mumkin. Endi yopishtir bosib reklama ko'rib boraveramiz. Do'stlar, albatta reklama ko'rgandan keyin bu yerda mana bunday baliqchalar o'tib turadi. O'sha ustiga baliqchalarni bosamiz ustiga. Lekin do'stlar, bitta baliqchalar bor, ya'ni boshqacharoq qizil rangdagi baliqchalar o'tib qoladi. Mana bunday. Mana pastdagi o'shanaqalarni ustiga bosmaymiz. Agarda bossak, har bitta baliq tutganimizga bittadan coin bersa, u baliqni qizil baliqni bossak -2 coin ajratib tashlaydi balansimizda. Hozirda sariq monetada 22 ta coin bor. Ko'rish mumkin. Bu yerda mana birinchida turibdi. O'sha coinimizdan hozir o'sha qizil baliqchani bossak, ko'rish mumkin 2 ta coin ajralib chiqib ketyapti balansimizdan. Shuning uchun qizil baliqchani bosmay, mana bunday har xil boshqacharoq baliqlarni bosishimiz kerak bo'ladi. O'shanaqa qizil baliqchalarni bossak, bizning balansimiz minusga ketaveradi, plyusga kirmaydi. Shuning uchun qizil rangga deganda boshqa qizil baliqlar ham bor. Mana bunaqa rangdagi baliqlarni tutmanglar-da, boshqasini tutasizlar. Ko'rish mumkin. Shunday qilib bemalol pul ishlab ketaverasizlar, bosib ustiga shu baliqlarni. Boshqa baliqlarni bosmanglar, mana bu qizil aytib o'tgandek. Ularni bossanglar, balansinglar minusga ketaveradi, plyusga emas. Shunday qilib bu ilova, ya'ni botimizda shunday qilib pul ishlash mumkin bo'ladi. Ko'rish mumkin. Hozir men bosib yubordim. Bilmasdan o'sha qizil baliqni albatta shoshmasdan ko'rib, o'shani qilib o'ynashinglarni maslahat beraman. Shunday qilib bemalol bu ilovamizda, ya'ni botimizda sarmoyasiz yaxshi pul ishlash mumkin bo'ladi. Bu ham qo'shimcha daromad sifatida shunchaki o'yin o'ynaysizlar va reklama ko'rish evaziga sizlar mana shunday baliqlarni tutib sizlar yaxshi pul ishlash mumkin bo'ladi. Endi unchalik katta pul ishlab bo'lmaydi, lekin albatta sarmoyasiz passiv ravishda pul ishlash mumkin bo'ladi bu botimizda. Shu reklama ko'rish evaziga bu yerda mana baliqning belgisini bosib reklama ko'rasizlar va o'sha baliqlar o'tganini bosib keyin monetalarni olishinglar mumkin bo'ladi. Keyin do'stlar, pulni chiqarish uchun bu yerda mana wallet ko'rsatib qo'yibdi. O'shani ustiga bosamiz, 4-bo'lim. Va bu yerda mana Umoney va Payboy aytib o'tgandek, boya aytib o'tgandim. Bu yerda mana do'stlar, yana bitta bo'lim bor. Bu yerda mana обменять bo'lim bor. O'shani ustiga bossanglar ham sizlarning balansingizda mana bu yerda mana chayon rasmi turibdi. Ya'ni biz baliq tutish uchun mana shu energiya deyiladi bu. Ya'ni chayon kerak bo'ladi. O'sha nima orqali biz baliq tutishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta buni ham obmen qilib olish mumkin bo'ladi. Masalan 1079 tasi bu hozirda mana bunday sariq monetaga to'g'rilaganda 971 ta moneta bo'lar ekan. Lekin albatta buni obmen qilib olishlarni maslahat bermayman. Negaki o'sha energiya orqali sizlar baliq tutishlar mumkin bo'ladi. Agar o'sha energiyalarni almashtirib olsanglar, sizlar baliq tuta olmay, u energiyani yana qayta olish uchun ko'proq harakat ketib qoladi. Keyin do'stlar, albatta pul chiqarish uchun bu yerda masalan 5000 ta mana bunday sariq moneta, hozir bu yerda mana 5000 ta mana bunday birinchi sariq moneta bu 5 rubl bo'lar ekan. 10 mingtasi 10 rubl, 25 mingtasi 25 rubl, 50 mingtasi 50 rubl, 100 mingtasi 100 rubl, 250 mingtasi 250 rubl bo'lar ekan. Bu yerda mana Umoneyga 50 rubl, 100 rubl, 250 rubl chiqarish mumkin ekan. Minimali 50 rubl ekan. Periga esa 5 rubl pul chiqarishimiz mumkin bo'lar ekan. Albatta do'stlar, o'sha coinlarni yig'ib bu yerga masalan kошелькimizni raqamimizni yozamiz, ya'ni bu yerga o'sha pay hisobimizni yozib olamiz va bu yerda mana balansingizda pul yetarli bo'lsa, o'sha mana shu 5000 deb yozib qo'yibdi. O'shani ustiga bosasizlar, masalan balansingizda 5 rubl yig'ilgan bo'lsa, ya'ni 5000 moneta, bu yerdan ustiga bossanglar, sizlarning balansingizda pul ya'ni yetarli mablag' bo'lsa, pullar chiqib ketadi avtomatik va 2-3 daqiqa, ya'ni uzog'i 1 soat ichida hisoblarga kelib tushadi. Lekin albatta tez to'lab bermoqda, ya'ni 2-3 daqiqa ichida to'lab beriladi do'stlar. Albatta bu botimiz 100% pulni to'lab bermoqda. Albatta men buni pul chiqarib, ya'ni minimalkasini yig'ishim bilanoq men pul chiqarib albatta Telegram kanalimga cheklarni tashlab qo'yaman. Botni albatta bugun topib oldim. Shuning uchun men pul chiqarib ko'rsata olmadim. Albatta bot 100% pulni to'lab bermoqda. Bemalol kelib sizlar ham sarmoyasiz bemalol yaxshigina pul ishlab olishinglar mumkin bo'ladi. Endi passiv pul ishlaysa unchalik katta emas.
Do'stlar, bugungi videorolikimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalımizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang.